Assalamu alaykum, Uyghur televiziya kanalımızdan hürmetli görülmenleri. Hazır biz Eli Meşripi'nin bugünkü kadar elip bağın hizmetlerini ve bunun keyinki işsizlerini biliş için bu Meşrep kollektifinin reis bağın Cüret Efendi bilen söhbet ediş için bu buraya geldik. Assalamu alaykum Cüret'e qanday ahvalınız? Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Yaxshi rahmat. Cüret'e aldı bilen sizning Eli Meşrep kollektifinin qurulganlığı bek uzun bolmasımı bu kollektif cemiyetke bolgan ta'siri intayin yaxshi boldy. Biz buningdan bek xursand boldik. Bütün Uyg'ur milleti bu muhacirat yaşayotgan xalq bu üspetimiz bilen. Şundaqla bugün bu cemiyetning adı diyar Meşrep vaqfi bolganligini anlap sizlarni bir ziyorat qildi deb o'yladik. Mushu cemiyetinglarning adı diyar Meşrep vaqfining bugunga qadar qurilish jarayonini, buningdan keyingi qilmoqchi bo'lgan ish izlaringlarni, nima qilgan planlaringlarni bir qisqa so'zlab bergan bo'lsangiz. Rahmat, Allah razı olsun. Bizni ziyoratga kelganingizdan bek xush bo'ldik. Men shu Eli Meşrep jigiti olarak sizlarga inşallah shu Meşrepimizningki qurilish nima sababdan qurilganligi to'g'rida qisqacha so'zlab o'tay. Biz shu 2017-yili 5-oyda bu Eli Meşrep qurish planini o'tirib qo'yib, chunki bu o'tirib qo'yishimizga asosli maqsad sabab bo'lsa, bizningki shu yurt dışidagi qarindoshlarimizningki shu vatanimiz bilan bo'lgan aloqaningki butunlay uzilishi bilan bu Misrdan kelgan yoki mashada tulqib qolgan yetim yesar o'g'il qizlarimizningki gangrab qilishi, nima ish qilishini bilmayotgan chog'da biz o'tirg'i chiqmasak bo'lmaydi ekan. Shu qarindoshlarimizni bir ozroq bo'lsa yordam orqali yar yo'lak bo'lsak yaxshi bo'lar ekan degan asosda biz 6-7 qarindosh bir yerga kelib, shu Eli Meşrep'ten iborat bu to'plamini uyushtirdik. Buningda asosan birinchi qilingan maqsadimiz o'quvchilarni qanday qilsak yaxshi o'qitgani bo'ladi, mashlar qanday qilsak iqtisodiy jihatdan bo'lsin, mayli boshqa jihatlardan bo'lsin, shu qarindoshlarimizdan qisilib qolmasdan bir xushal-xuram bir ko'ngil xotirjam o'qishga vasila bo'lamiz deganni asos qildik. Ikkinchidan shu tul qolgan yetim yesir bolalarga haqiqiy chin qalbimizdan Alloh rizoligi uchun bir yo'l-yo'lak bo'lsak, shu qarindoshlarimizdan ozroq bo'lsa-mu shu qiyinchiliklarni yengsak degan asosni ikkinchidan shuni asos qildik. Uchinchi bo'lsa, shu ish izlayotgan, ish topolmayotgan qarindoshlarimizga ish deb berishni maqsad qilgan asosda shu bu 3 maqsadni o'tirib qo'yish orqali bu Eli Meşrepini qurishni qaror qildik. Biz 2017 6-oyning 24-kuni rasmiy Eli Meşrepning qurilganligini jakarladik. Bu yerga nurg'ulg'an qarindoshlarimiz ve chet ellerden qatnashgan bo'ldi ve shunda suyungan bo'ldi ve o'zlarininki qiladigan yordamlarini ham uqtagan bo'ldi. Biz buna aytib xush bo'ldik. Mana biz shu 2 yil jarayonida bizning asosli qilgan ishimiz o'quvchilarni yaxshi o'qitib, yaxshi tarbiyalab qilish bo'ldi. Ikkinchidan shu tul ayol ve yetim yesirlarga asosan qarab keldik. Uchinchidan ish topolmagan qarindoshlarimizni ishga o'rlashtirdik. Şu ishga o'rlashtirish jarayonida hozir 60-70 ga yaqin qarindoshimizni ishga o'rlashtirdik desak ham bo'ladi. Undan sirt 40 nechadek o'quvchini hozir o'qityapmiz. Undan sirt 20 necha oilaga qarayapmiz hozir. Mana shu 2 yil jarayonida shu xizmatni qilib keldik. Hamda inshaalloh bu bizningki necha vaqtni qilib kelayotgan xizmatimiz haqiqiy tashkiliy shaklda bo'lmasdan bu Eli Meşrep shaklda bo'lib kelganligi uchun bundan keyin endi bu Eli Meşrepni adı Meşrep vaqfiga o'zgartib, texmo xalqimizga, dinimizga, vatanimizga bir yaxshi xizmatlarni qilishimiz kerak degan asosda bu adı Meşrep vaqfini qurish oldida o'tiribdik. İnşallah bundan keyingi maqsadimiz bundan cho'ng va g'oyamiz yuksak inşallah. Şu barliq qarindoshlarımızdan mayli Turkiyada olsun, mayli chet elda olsun bizni qo'llab-quvvatlab, eng bo'lmaganda duosida bo'lsin yat etib qilishni umid qilamiz.
Hemmanlardan Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah.